Assalomu alaykum. Bugungi to'xtalib o'tadigan mavzuimiz xodim o'z ishiga tiklanishi va kompensatsiya pulini hisoblash to'g'risida bo'ladi. Xodim sud qarori bilan ishga tiklanganda ish beruvchi unga majburiy прогул vaqti uchun o'rtacha ish haqi va ma'naviy zarar pulini to'lashi shart bo'ladi. Bu xodimning qonuniy huquqidir. Sud qarori chiqqan kundan qat'iy nazar majburiy прогул vaqti to'lanadi. Bu vaqt uchun xodimga o'rtacha ish haqi hisoblanadi. To'lov xodim amalga ishda kelgan yoki kelmaganligidan qat'iy nazar hisoblanadi. Ma'naviy zararni kompensatsiyasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, sud qarori ma'naviy zarar miqdorini alohida belgilaydi. Ish beruvchi bu pulni ham xodimga to'lash shart bo'ladi. Agarda sud qarorida ma'naviy zarar miqdori alohida belgilanmagan taqdirda ish beruvchi xodimga ma'naviy zararni to'lamaydi va bunga majbur emas. Sabab O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va Mehnat kodekslariga ko'ra ma'naviy zarar faqat sud tomonidan aniqlanadi va belgilanadi. Xodim o'zi mustaqil ravishda yoki ish beruvchi bilan kelishilgan holda ushbu summani belgilay olmaydi. Agarda xodim dastlabki da'vo arizasiga ma'naviy zararni undirishni so'ragan bo'lsa, lekin bu haqda sud talabi ko'rib chiqishni unutib qoldirgan bo'lsa, sud tarafidan xodim yana sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Bunda Fuqarolik protsessual kodeksiga asosan qaror chiqqan kundan boshlab qo'shimcha hal huquq qarorini chiqarish to'g'risida ariza bilan murojaat qiladi sudga. Agar xodim birinchi inson sudda umumiy ma'naviy zararni undirishga talab qilmagan bo'lsa, bunda ishga tiklanishi haqidagi sud qarorini asos qilib, alohida yangi da'vo ariza bilan sudga murojaat qilish huquqiga egadir. Agar sud ma'naviy zarar talabini rad etgan bo'lsa yoki umuman e'tiborsiz qoldirilgan bo'lsa, xodim yuqori turuvchi instansiya sudiga shikoyat qilish huquqiga egadir. Shikoyatda ishdan noqonuniy bo'shatish oqibati xodim ma'naviy va ruhiy azob chekkanligi to'g'risida qayta bayon etiladi. Ish beruvchi sud qarori kuchga kirgach, xodimni avvalgi ish joyiga tiklaydi va buyruq chiqaradi. Ishdan bo'shatilgan kundan boshlab ishga tiklash haqidagi buyruq chiqargungacha yoki xodim ishga qaytgan kunga qadar bo'lgan barcha ish kunlari majburiy прогул hisoblanadi. Majburiy прогул vaqtidagi ish haqining oxirgi ish oylariga o'rtacha oylik ish haqi kelib chiqib, kunbay yoki oybay hisoblanadi. To'lanadigan majburiy прогул summalari qonunchilikka muvofiq soliqlar ushlab qolinadi va byudjetga o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga asosan to'lovlarni to'g'ri rasmiylashtirish uchun majburiy прогул davrini aniqlash kerak bo'ladi. Bunda xodimni noqonuniy ishdan bo'shatilgan kundan ilk ish kuni hisoblanadi. Sudning ishga tiklash haqidagi qarori ijro etilgan kun hisoblanadi, ya'ni buyruq chiqqan kun. To'lov faqat ushbu davr uchun ish kunlari soatbay uchun hisoblanadi. O'rtacha ish haqi hisoblash tartibiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xodimni oxirgi 12 oylik ish haqi asos qilib olinadi bunda. Ushbu davrdagi ish haqi umumiy ish kunlariga bo'linib, 1 kunlik ish haqi topiladi. 1 kunlik o'rtacha ish haqi majburiy прогулlar uchun ish kunlari soniga ko'paytiriladi. Ishga tiklash to'g'risidagi buyruq chiqishi bilan hisoblangan kompensatsiya summalari xodimga kechiktirilmasdan to'lanishi shart bo'ladi. Bu to'lovlarni xodimning daromaddan hisoblanganligi uchun bundan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliqlar odatiy tartibda ushlab qolinadi. Ish beruvchi o'z xohishiga ko'ra xodimga ma'naviy maqsad yoki ma'naviy madad sifatida pul to'lashi taqiqlanmagan. Lekin bu qonuniy majburiy emas. Masalan, moddiy yordam ko'rinishida. Ma'naviy zararning qonunchilikka belgilangan aniq yoki
eng kam yoki eng ko'p summalari mavjud emas. Uning miqdori har bir holatda sud tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi. Mehnat nizolari va umumiy fuqarolik amaliyotda ma'naviy zarar miqdorini belgilashda sudlar tomonidan da'vogar so'ragan summani qat'iy nazar ishlab chiqadi. Bunda xodim noqonuniy bo'shatilgani sababi qanday ruhiy tushkunlikka tushganligi, kasal bo'lganligi yoki oilaviy sharoit og'irlashgani, sha'ni, qadr-qimmati va jamoatchilikka ishchanlik obro'siga putur yetkazganligi, ish beruvchining aybi darajasi bilan qonunchilikni qasddan yoki ochiq oydin buzganligi qonunchilikni, sud qarori ikkala tomonidan moddiy ahvolni hisoblab olib, adolat mezonlariga muvofiq kelishini shartligini ko'rib chiqilishi mumkin, bu holatda bo'lishi mumkin. Amaliyotda ko'plar uchraydiki, amaliyotda summalarni qanchalik bo'lishi mumkin yoki mumkin emasligini ko'rib chiqadi. Ko'p holatlarda uchrab turibdi. Lekin xodim da'vo arizasiga istalgan summani kiritishi mumkin. Masalan, 50-60 million so'm bo'lishi mumkin. Balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. U xohlagan summani kiritishi mumkin. Biroq sud amaliyotda mehnat nizolari bo'yicha undiriladigan ma'naviy zarar miqdorini odatda bazaviy hisoblash miqdorining bir necha baravaridan yoki bir necha million so'mgacha belgilanishi mumkin. Bu sud amaliyotida bo'ladi bunaqa narsalar. Masalan, 2-3 million da 10-15 million so'mgacha undirilishi mumkin. Juda kam holatlarda yirik summalar qanoatlantiriladi. Ya'ni bir narsaga e'tibor berishimiz kerakki, ma'naviy zarar miqdorini qanoatlantirish korxonaning moliyaviy ahvoliga ham e'tibor qaratishadi. Muhim qoida, yana bir muhim qoida. Ma'naviy zarar puli xodimga tushadigan majburiy pragul haqidan alohida va mustaqil ravishda hisoblanadi. Ish haqi kim kam yoki ko'pligiga ma'naviy zararning summasiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmaydi. Xodim sog'lig'ini yomonlashganligini tasdiqlovchi tibbiy xulosalarning mavjudligi unga sud orqali ma'naviy zarar undirish imkoniyati sezilarli darajada oshiradi. Bunday tibbiy ma'lumotlar noqonuniy bo'shatish va ruhiy azoblar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri bog'liqlikni isbotlovchi asosiy dalil bo'lib xizmat qiladi. Tez yordam chaqirganlik haqida varaqchalar bo'lishi mumkin. Shifoxonada yotganlik haqida kasallik varaqadan ko'chirmalar bo'lishi mumkin. Psixolog, nevropatolog xulosalari yoki dori-darmon sotib olganligini haqidagi cheklar bo'lishi mumkin. Kasallik yoki sog'liqni yomonlashi aynan xodim noqonuniy bo'shatilgan davr yoki undan keyingi boshlangan bo'lishi mumkin. Yoki shart. Mazkur hujjatlar sud jarayonida dalil sifatida qabul qilinishi mumkin sud tarafidan. Tibbiy xarajatlar borligi sababli sud ma'naviy zarar miqdorini odatdagidan yuqoriroq hajmda belgilanishi mumkin. Shuni e'tiborga inobatga olish kerak ish beruvchilar. Xodim sog'lig'ini tiklash uchun qilgan barcha moddiy xarajatlar, dorilar, davolanish kurslari yoki boshqalar ma'naviy yoki moddiy zarar sifatida alohida undirilishini so'rash huquqiga ega bo'ladi. Ish beruvchi yoki ish beruvchining yuristlari tomonidan e'tibor qaratadigan bir tarafi shundaki, agar xodim alohida da'vo ariza kiritsa, kasallik tarixi, ya'ni xodimning bu kasallikni avvaldan ishdan bo'shatishdan oldin mavjud yoki mavjud emasligini tekshirish lozim. Summani kamaytirishga, ya'ni sudda xodim so'rayotgan summani o'ta yuqori bo'lsa, tashkilotning moliyaviy ahvolini va qonun buzilishini
qilinmaganini vaj qilib summani kamaytirishlarini so'rash kerak bo'ladi. Ish beruvchi yoki ish beruvchining yuristlari sudda qatnashayotgan vaqtida ma'naviy zarar pulini moddiy zarardan alohida hisoblanadi. Xodimning ish haqi miqdori ma'naviy zarar summasidan to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Sud ma'naviy zararni alohida baholaydi. Ma'naviy zarar va moddiy zararni farqlab olish kerak. Moddiy zarar ya'ni pragul haqi. Ishga noqonuniy qo'yilmagan yoki ishdan bo'shatilgan vaqt uchun xodimga majburiy pragul pullari uchun to'lanadigan o'rtacha ish haqi hisoblanadi. Ma'naviy zarar puli esa xodim ko'rgan ruhiy azob va ma'naviy azob uchun ish beruvchi tomonidan mustaqil ravishda to'lanadigan kompensatsiya hisoblanadi. Belgilangan tartibda esa sud ma'naviy zararni ish beruvchining aybdorlik darajasi va oqibatlariga qarab alohida aniqlaydi. Sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib bemalol savol yo'llashingiz mumkin. Savollaringizga atroflicha javob beraman. Bizni kuzatishda davom eting. Har doim sizga qiziq bo'lgan ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilaman.